Salam, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Hindistan bayanı xəbər turi 24 mart günü Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Türkiyə bilan Xitayning istihbarat həmkarlığını qattiq ayıplaganligini xəbər qılıb mundaq dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Xitay bilan Türkiyənin bexatarlik həmkarlıq mexanizmi və yaqınqı 20 mart günüdəki Anqaradagi yığınını qattiq ayıpladı. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti bu həmkarlıqның Şərq Türkistan xalqının müstəqillik və erkinlik üçün elib beriyotgan haqlıq görüşini buzuş, singib kirish və bastırışni maqsad qilgan aldamchilik ittifoq ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətiga nisbatan aytganda Türkiye Xitayning zalim taktikasini yo'lga qo'yishida yumshoq palay rolini o'ynagan. Türkiye Beyjingning Şərq Türkistan xalqini yo'qotishni maqsad qilgan atalmış terrorlikqa qarshi turish va bexatarlik harakatida vositachilik rolini o'ynagan. Türkiye'nin muavin diplomatiya ministri Nuh Yilmaz va Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Chen Xiaodong rahbarligidagi bu yig'in Şərq Türkistan sürgündə hökuməti tarafidan Xitoyning dunyoning bostirish kun tartibini kengaytishdagi texmi cho'ng tashabbusining bir qismi deb ko'rsatildi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti buning muaziratdagi organlarni kontrol qilish, tanlash va hükümranlık qilishni maqsad qildiganligini, oxirida Şərq Türkistanning milliy mustaqillik izlanishini yo'qotadiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Şərq Türkistan sürgündə hökumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor keskin turda ogohlantirib, Türkiye Türk İslam prinsiplaridan voz kechib, Xitoyning jahongirlik xirislarining bir quroliga aylandi. Beyjing Şərq Türkistanda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganda, Türkiye Xitoyning zulmining Şərq Türkistanning sirtiga yeyilishiga yordamchi bo'lyotidi. Türkiye Xitoyning muazirat jamiyatimiz, tashkilotlarimizga singib kirish, qonunliq ovozimizni jimiq turish, Şərq Türkistanning mustaqillik harakatini asliga keltirish, qonunliq ko'rishimizga buzg'unchilik qilishdagi harakatlarga aktiv hamkorlashmoqda. Bu Şərq Türkistan xalqiga qilingan tarixiy bir xiyonat bo'lib, asla unutilmaydi dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti bayanatida Türk xalqlari bilan bo'lgan qandaşlıq münasibətini ilgari surdigan Türkiye, Uyg'urlarning harakatini tunjuqtirib, Şərq Türkistanning Xitoyning mustamlikasi, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatiga qarshi kurashlarni oyoq osti qiladi deyildi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Türkiye hökumətini Xitoy bilan bo'lgan bexatarlik istihbarat hamkorligini qat'iy to'xtatishni talab qildi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro jamiyatni Türkiye'nin Xitoyning Şərq Türkistanға qarshi bostirishidagi vakolatchilik rolini e'tirof qilib ayblashga chaqirdi. Dunyo miqyosidagi hukumatlar, xalqaro jamiyat Türkiye'nin Xitoyning Şərq Türkistan xalqini va haqliq ko'rishini yo'qotishda Beyjingning yumshoq fronti sifatida harakat qilishiga yo'l qo'ymasligi kerak dedi. Taylandning muavin ministri Phumtham Wechayachayning boshchiligidagi bir hay'at Şərq Türkistanға ziyoratga borgan. Bangkok pochtasi xabar torining 21 mart kunidagi xabariga qaraganda, Taylandning muavin ministri Phumtham Wechayachayning boshchiligidagi bir hay'at Xitoyga topshirib bergan Uyg'urlarning ahvolini egallash maqsadida Şərq Türkistanға 3 kunlik ziyoratga borgan. Tayland vakili umkining a'zolari 3 hafta ilgari qaytarilgan bir qism Uyg'urlar bilan ko'rishgan. Phumtham apandi ularni quchoqlab, taratqularga hukumatning ularni qaytarish orqali to'g'ri qaror chiqarganligini aytgan. Bu uchrashuv qisqa bo'lib, qarmoqqa rasmiy elib berilgandek ko'rinsimi, Xitoyning 4 nafar Uyg'urning yuz suratini xira ko'rsatishi gumon qo'zg'agan. 10 necha yil ilgari qaytarilgan 100 nafar atrofidagi Uyg'urlarning ahvoliga nisbatan umidsizlik paydo qilgan. Phumtham apandining qisqa vaqtlik Zoomdagi ziyoratini qabul qilgan burun qaytarilgan bir Uyg'ur o'zining baxtli ekanligini va ilgari o'zi qaytarilishni xohlaganligini aytgan. Bu Xitoyning taratqular va axborotni qanday kontrol qilib olganligini ko'rsatgan. Phumtham apandi 3 kunlik ziyoratining yetarli bo'lmaganligini e'tirof qilgan. U tashqi ishlar ministri Maris Sangyamponsa boshchiligidagi yana bir Tayland vakili o'mkining bu yil oxirida atalmish Shinjongga borganligini e'lon qilgan. Xabarda yana Tayland hukumatining Avom palata a'zosi Anxana Nilapaychet va parlament a'zosi Kamnavi Subsanga o'xshash chegaradan qo'g'lab chiqarishni tanqid qiluvchilarning keyingi ziyoratga qatnashishining zarurligi, hammadan muhimi hukumatning mamlakatlik kishilik huquq komitetining komissarlarini, xalqiliq tajribalik axborot xizmatchilarini atrofga kirgizishi kerak ekanligi, yurtiga qaytarilgan Uyg'urlarning ahvolini tekshirish va ommaga ularning bexatar yoki emasligini aytish haqiqatan huquq komissarlarining vazifasi ekanligi bayon qilindi. Mag'firat kunlaridagi nida Orhan Muhammad. Taqdirimiz qil ustida, nijotlikqa erishishga tashnamiz, g'aflatdimiz, uyg'onishga majburmiz, asoratdimiz, hur bo'lishga muhtojmiz. Darlarki, bu oyning ibtidosi rahmat, o'ttirsa mag'firat, intihosi nijot. Darhaqiqat, bu oy hurmati bilan yaratquchidan rahmat so'radik.
Acaba rahmatga nail bo'lishga arzidiqmi? Mag'firat kutyapmiz. Acaba mag'firatga yuzimiz bormi? Rahmati cheksiz Allohga hamd bo'lsinki, bizni rahmat ayiga yetkazdi. Uning uchun tutiladigan Ramazon ro'zasiga muyassar qildi. Shukrona aytish bilan birlikda rahmatga sazovor biror amal qilolmayotganimizdan mag'firat tilaymiz. Darvaqa Tangriga ifodalanadigan eng cho'ng samimiyat kishining o'z chegarasini, bandalik hududini bilishidir. Chegara va hududni bilishning muqaddimasi bo'lsa, insonning o'zini bilishidan, Rabbini tonishidan va Rabbining kamoloti oldida benoqson emasligini tan olishidan boshlanadi. Kamolatsiz turib benoqsonlikni da'vo qilishdan ortiq samimiyatsizlik bo'lsinmi? Inson borki, xatolikdan xoli bo'lolmaydi. Xatolashquchi inson borki, gunohdan saqlanolmaydi. Insonning bu xil saqlanolmaslik tabiatini bilguchi zot uningga rahmatini ko'rsatdi. Buningga shuni nuqsoni tabiati bilan o'ziga yaqinlashish, o'zi bilan munosabat o'rnatish fursati ato qildi. Bu vajidan har bir inson o'z yaratquchisi bilan ayrim-ayrim munosabat qura oladi. Dardini to'ka oladi, o'zini ataya oladi, beg'ishlay oladi, o'ziga kuch ola oladi. İstiğfar aytish, mag'firatga tutunish bandalikning tipik alomati. Shundaqla bandalik shuurini tirik tutishning muhim yo'li. O'ziga samimiy bo'lishning, bu samimiylik bilan Tangriga yuzlanishning vositasi. So'rabdilarki, dunyoning do'zaxi nima? Javob shuki, vatan hijroni. So'rabdiki, azobi-chu? Javobi shuki, judolik. Shundoq, ikkinchi bir tangtushi bo'lmagan ibodatning mavsumi bo'lgan bu muborak oyda tilashga, mag'firat so'rashqa qatri chog'liq Tangri oldida yuzimiz bor deyilsa, ana shu qatra balkim ustimizdagi judolik siniqi bo'lishi mumkin. Shundaqla millat sifatida Rabbim Alloh deganligi tufayli aydab chiqarilgan qavm bo'lganligimiz bo'lishi mumkin. Xatoliklarimiz ko'p, gunohlarimiz oz emas. Shundaqmi biz insonmiz. Rahmatdan, mag'firatdan noumid emasmiz. Bo'libmi biz judolik siniqini boshdan kechirayotgan bandalar bo'lish sifatimiz bilan Rabbimizdan har vaqt umidvormiz. Uningga iltijo qilamiz. Uning fazli marhamatiga nail bo'lishni so'raymiz. Ojizliklarimizni ta'ngilish bilan birga yana shuni samimiyat bilan so'raymizki, bizga dunyoning do'zaxini yashayotgan tajovuzchi zolimlar va ularning quyruqlari biz tortayotgan azobga tang tush kelmagidek qattiq azob bilan vabolini tortqay. Tangrining qahri va adolati tajovuzchi dushman ustida patroq tajalli bo'lg'ay. Naloyiq bo'lsaqmi ustimizdagi bu hijron azobi patroq daf'i bo'lg'ay. Arzimizakmi bu judolik to'siqlari tezroq ko'tarilib ketgay. O'z ana tuproqlarimizda takbir sadolari ichida Tangrining vatan in'omi uchun shukrona aytish, shukr sajdasi qilish, shukr ro'zasi tutish nisb bo'lg'ay. Ana vatan qudrat topgan, Tangri kalimasi ustun bo'lgan hur vatanda abo ajdod meroslarini yangidan ihyo qilish, parlaq kelgusi yaratish bu millatga takror nisb bo'lg'ay. 2025-yili 3-oyning 18-kuni. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.